qarindoshlarningki sözümüzden ahırda bir qancha kundan beri qarindoshlardir dars qilib bergan men kim degan bu savolga javob tepish masalasi. Chunki nurg'un insonlar yolg'onchilik bilan yashaydi. Men Uyg'ur deydi, bizga qarshi kafir, buddist, yahudi, nasara. Onun Uyg'urniki desa uning beshida ya do'ppisi yo'q, ya qo'lida ishta yo'q. Xitoyniki desa ham bijildi bijmi yo'q. Hatta Xitoylardan yashib ketgan Uyg'urlar bor. Kimligini bilmagan, kimlik, diniy kimlikini, milliy kimlikini bilmay yashayotib o'zini men Uyg'ur, men musulmon deb yurgan aldamchilar bo'ladi. Bu aldamchilar aramızda bo'lib qolmaslik uchun o'zimizni aldab yashamasligimiz uchun men kim degan bu savolga javob tepish masalasida qarindoshlarga dars qilib beryapmiz 3 kundan beri. Shundan hozir gapimdan to'xtayman va qarindoshlarni so'zga taklif qilishim mumkin. O'tganda yo'lda ikki ayol kishini chiqardim. Qarsam bular bir chet ellik ayol ekan. Qarsam bular Uyg'ur so'zlashyapti. Shundan keyin ularning Uyg'urligini uqdim. Agar ular Uyg'ur so'zlashmagan bo'lsa, ularni Yahudi Nasara deydim. Chunki ular shu yalang'och ayol ekan. Uqdim ularning Uyg'urligini. Bo'lmasa u Uyg'urmi, Xitoymi, Yahudimi, Nasarami bilmadim. Ham jamiyatga nurg'un qizlar bu shaklga keldilar. Mana bular o'zini aldayotgan insonlar. U Uyg'urmi, Xitoymi, Yahudimi, Nasarami bilmaydi o'zini. Ammo qarasa yo'g'onlardan gap qildimi Uyg'ur madaniyatning gapini qilib ketadi. Madaniyat degan milliy kimlik, milliy diniy kimlik birligini madaniyat deymiz qarindoshlar. Bizda kimlik masalasi aytib muhim qarindoshlar. Kimlikni bilmayotgan nurg'un insonlar bor. Hozir kimlikni bilmayotgan nurg'un erlar bor, kimlikni bilmayotgan nurg'un ayollar bor. Bular bilan hamda biz sözleşishdan, bularga da'vat qilishdan burun avval o'zimizni tuzishimiz lozim. Avval men o'zimning kimligini bilishim lozim. Undan keyin sizlarga tashviq qilishim lozim. Sizlar o'zingizlarning kimligini bilgandan keyin jamiyatga tashviq qilishga to'g'ri keldi. Chunki kimlikni bilish avval shu shaxsning o'ziga xos bo'lgan bir narsa, ibodat, amal va u shaxsning mas'uliyati va majburiyati qarindoshlar. Shunimiz bularga to'g'ri bugungi 550 nafar qarindoshimizga o'zimizning kimligi men kim degan bu savolga, shaxsiy savolga javob tepishni 3 kun, 4 kundan beri qarindoshlarga deb kelyapmiz. Bu to'g'risida darslar qilinayotdi. Yana bugun shu darsning oyog'ini qarindoshlar bilan bir barobar o'tirib, naytni shura shaklida, maslahat shaklida fikrimizni ochiq o'tirib qo'ygan shaklda, qo'rqmas, dodillik bilan ichinglarda nima bo'lsa shuni so'zlaysizlar. Kommunizmning ta'sirida qo'rqonja qolib ketdinglar. Shu ichimizda nima bo'lsa shuni xato olamda, to'g'ri olamda o'tirib dadil qo'yish kerak. Xato bo'lsa tuzimiz, to'g'ri bo'lsa deganimiz qarindoshlarim. Shuni men kim degan savolga javob topgan qarindoshlar ustiga tizildi. O'zining kimligini inshaalloh bizga so'zlab boqsa bo'ladi. Ya'ni his qilganlarni, chunki men kim degan savolga javob topish uchun nurg'un jarayon ketadi, nurg'un hayot, nurg'un tajriba ketadi, nurg'un ilm ketadi. Bunga bir dadil javob berolmasligi mumkin inson. Ammo o'zining insonlar his qiladi odatda. Ba'zi insonlar kiyimiga qarab qarasa, Yevropaning shim kostyumi tutib qarasa, Shanxayning oyog'i, paypiqi, qo'lida kumush uzuk, chichi pinto yasoqliq, qo'lida Shveysariyaning soati. O'zi shunday qarasa inson kimiki sirtqi shakldan belli bo'ladi, ya'ni belli bo'ladi deganimiz, ya'ni jazmlashidi. Ya'ni sirtqi shaklimiz qaraganda bizda asosan bir milliy ufqum yo'q. Ya'ni bizning hozir kiyayotgan kostyumlarimiz bizning milliy kiyimimiz emas. Taqayotgan soatimizmi Uyg'ur yasagan soatimiz. Ya'ni bizning sirtqi shaklimizdan, ya'ni masalan biz chatalliklarning qishig'i kelsak, ular sizlar nima deb so'raydi. Chunki bizda hech qanday bir milliy kimlik yo'q. Kimlik olmagandan keyin ular qarab bizni taqid etmaydi. Chunki qarasa chapanimga o'xshash, chechimizga o'xshash, faqat chiroyimiz biroz farqlandi, ammo taqid etmaydi. Ammo ba'zi mo'g'ullarni uzun chapan kiyganlarni yoki masalan manjularning o'rim chochlarini ko'rganda manjumusan deydi. Ba'zilarning rohiblarning paltosini ko'rganda rohibmisan deydi.
bir adamni salla bilan yoki soqoli bilan ko'rsak arabmisan deymiz, ammo Uyg'urlarning kimlik masalasi og'irdir avvalda. Yani bu adamni bir 10 chet ellikni orsiq tashlab qo'yib, bu kim deb so'rasa hech kim javob bermaydi. Chunki uning hech qanday bir milliy bir kimlikka munosabatli kiyim yo'q. Uning badanida faqat yuz-ko'zida biroz hamda Uyg'urga o'xshaydigan binosi bo'lsin-mi, chiroyi bo'lsin-mi, ammo milliy kimligida hech qanday bir holat bo'lmaganligi uchun insonlar degan o'zining Uyg'urman, Xitoyman, Qozoq deb yuradi, ammo shu Uyg'ur, Xitoy, Qozoqmi emasmi masalasi. Yani Uyg'urlar emas masalasi. Sadece bir misol oldim. Ular Uyg'urcha gap qilmagan bo'lsa Uyg'ur demaydim dedim. Chunki ular hech bir yer Uyg'urga o'xshamaydi. Yani bir Uyg'ur o'zini bir Uyg'urni taniyolmayotgan holatda boshqa bir chet ellikni uni Uyg'ur deyishi xato bo'ladi. Bu kimlik insonlikdan boshlanadi, undan keyin diniy holatga o'tadi qarindoshlar. Shunga avval insonlarning milliy kimligi, ularning milliy manfaati, ularning urf-odati islomda qo'g'dildi. Islom qarshi bo'lmagan, insoniyat qarshi bo'lmagan, xurofiylikqa, bid'atchilikka to'shmagan bizniki milliy urf-odatlarimiz qo'g'dildi qarindoshlarim. Alloh razı olsun. Aynı zamanda Araplarning nurg'unlig'i milliy urf-odatlari supurib tashlandi, chunki Araplarning buzishiga, Araplarni chiriklashtirish, Araplarni johillashtirish uchun qurilgan nurg'un milliy urf-odatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday qildi? Jo'shtirib o'tdi. Chunki bu Araplarningki madaniyatidan cho'ng besim paydo qilgan va xunuklashtirgan va yoki johillashtirgan, nadonlashtirgan narsalar edi. Ammo salladan iborat mesela Rasululloh payg'ambarlik kelishdan burun sallavati va yoki Araplarning qilich usuli deymiz. Qilich usuli va yoki Araplarning burungi ma'lum urf-odatlari hozirga qadar davomlashib keladi. Hozirga qadar bugungi kunda ularningki urf-odatlari davomlashib kelyapti. Bizda ham shundoq. Yani islomga zid bo'lmagan, chunki islomga zidlik degan nima desa, insonlarni yomonlik o'rgatadigan, insonlarni chekindiradigan, axloqsizlashtiradigan, madaniyatsizlashtiradigan narsalarning hammasi islomda harom qilingan. Islomda harom qilingan narsalar aslida insonlarga qarshi tuzilgan prinsiplar, urf-odatlar va tuzilmalar qarindoshlarim. Shuning uchun islomda harom bo'lgan urf-odatlar cheklanadi, chunki urf-odatning mohiyatiga qarasak, va bo'lmasa urf-odatni shunday qarasak, millatga intayin cho'ng ziyon, zahmat olib keladigan ishlar. Shuning uchun islom dini nurg'un urf-odatni qo'g'daydi, nurg'unlagan urf-odatni qarashtirdi. Chunki bu qarashtirishda u urf-odatningki halol va haromlik masalasi. Yani nurg'un urf-odatlar bildi, shu millatni buzayotgan, boshqa millatga o'xshatib qo'yayotgan milliy kimlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima uchun Yahud Nasoralarga o'xshab qolmang deydi. Nima uchun Qur'on Karimda man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum deydi. Kimiki ular o'xshaması ulardan sanıldı deb Qur'on Karimda nima qoyat bor. Bu yerda Yahud Nasoralarga o'xshamaslik masalasi bu kiyimdan ifodalanadi, iymondan ifodalanadi qarindoshlar. Shuning uchun Yahud Nasoralar agar chechini oqqa yoki boshqa rang bo'lsa, sizlar qarg'a bo'yang degan hadisim bor. Ya'ni chechini qarg'a bo'yash yaxshi ko'rinmaydi, ammo ular qarg'a bo'yamaganlik uchun biz qarg'a bo'yaydi ekanmiz. Bu yerda milliy kimlik, kiyim shaklidagi kimlik islomdagi. Diniy shakldagi kimlik hammasi ayrim shaklda islom dini alohida e'tibor bergan. Bugungi zamonda %90% Uyg'ur o'zining milliy kimligidan ayrildi. Ya do'ppisi yo'q, ya shapkisi bor, do'ppisi yo'q, kichigi yo'q, tog'iga ulab qoldi bugungi kunda. Amaliyotda musulmonlarning o'ziga loyiq ravishda milliy kimligi, milliy birligi, diniy kimligi bo'ladi. Shuning uchun bu men kim degan bu savolda nihoyatda cho'ng bir narsa yoshirilgan aslida. Ya'ni uning milliy kimligi nima, diniy kimligi nima, kim zodi u inson? O'zi musulmonmi, kofirmi, yahudimi, xitoymi? Ba'zilarini men ko'rdim, Xitoydan hech bir farqi yo'q inson ekan. O'zini Uyg'ur deydi ekan. Sen narim Uyg'ur. Sening nimaga asosan biz seni Uyg'ur deymiz yani. Qarasa Xitoy so'z qilayotgan, og'izlaridan shu Xitoycha gaplar chiqayotgan. Bizning ota-onamiz Xitoy bo'lmagandan keyin Uyg'ur so'zlashimiz lozim qarindoshlar. Ammo ota-onamiz Xitoy Uyg'urli bo'lsa, men so'zlashib bizning karimiz yo'q. Chunki bizning millatimizdan emas. Har millat o'zining tilida so'zlashishi lozim. Har millat o'zining tilida so'zlashsa bo'laveradi. Biz Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'urcha so'zlashimiz, jamiyatda hozir Xitoycha so'zlashishni moda qilayotgan ma'lum erlar va ayollar, bo'lib ayollarning ichida intayin ketgan bu nomussiz ablaqlar o'zining tilini yo'g'ishtirib olishi lozim aslida. Alloh taolo bizni Uyg'ur qilib yaratgan. Bizning Uyg'ur bo'lishimiz bir ne'mat, Uyg'ur bo'lishimiz bir rahmat. Alloh taolo bizni xohlagan bo'lsa, bizni arab qilib qo'ydi yoki tojik, qirg'iz, qozoq qilib qo'ydi yoki boshqa bir millat qilib qo'ydi bizni.
Ama bizni Uyg'ur qildi. Alloh taoloning bizga bergan bu rahmatiga qarshi holatda sen Uyg'ur bo'lmay boshqa millatga o'zgarib olsang qanday bo'ldi yani? Inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu ayatidir. Biz sizlarni bir ayoldan yaratdik. Yani bir odam otidan va Havvo onadan yaratdik va sizlarni bo'lib etdik. Va ja'alnakum sizlarni qildik shu'balar qildik sizlarni. Firqalarga bo'ldik. Har millatlarga bo'ldik. Va qabail qabilalardan qilib etdik sizlarni. Yani bir oyat biz sizlarni xohlagan bo'lsak bir ummat qildik dedi. Ammo Alloh taolo bizni o'zi bilgan hikmat bo'yicha qabilaga millatga bo'lib etdi. Lita'arafu bir-biringlar bilan tanishishinglar, bir-biringlarga qiziqishinglar uchun. Bu narsaning ichiga nurg'un narsa kirib ketadi. Insonlar o'zining g'ayri bo'lgan millatlarga qiziqish kayfiyati bo'ladi. Suyish, yaxshi ko'rish kayfiyati bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo dunyoni rangaranlashtirish uchun har turli millatlarni yaratgan, qabilalarni yaratgan. Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun bu men kim degan bu savolga nurg'unlagan narsa kirib ketadi. Shuni buni uzun yil vaqt ketadi. Ba'zanlarga 10 yil vaqt ketadi, ba'zanlarga 20 yil vaqt ketadi, ba'zanlarga 30 yil, 50 yil vaqt ketadi. Bir inson o'zining men kim degan savolga javobni topolmay o'tib ketadigan ko'ringan inson bo'ladi. O'zining kimligini bilmaydi. Qiyomat kuni o'zining kimligini qanday ifodalab berishini biz bilmaymiz o insonlarning. Shuning uchun inson bu dunyo hayotidagi qisqa vaqtida o'zining kimligini bilishi, tepishi lozim bo'ladi. Men kim? Uyg'urmi, Xitoymi, musulmonmi, yahudimi, nasarami, majusimi, o'tparasmi, butparasmi? Buni tepish lozim bo'ldi. Kimligini bilish kerak bir inson. Qiyomat kuni kimning qishida qopadi? Her inson o'zining kimligining qishida qopadi qiyomat kuni. Her inson 73 tane bayroq va 73 turli ummatninki firqining yanında her inson dunyoda o'zini kim degan bo'lsa, kimning qatorida yashagan bo'lsa, qaysi ideologiyada, qaysi siyosat ostida, qaysi tuzilmada yashagan bo'lsa, qiyomat kuni shu firqining, shu ideyaning, shu ideologiyaning, shu tuzilmaning ostida qopib, shuning jazosini va mukofotini oladi. Islomning ostida yashagan islomchilarning qishida qopadi. Yahudining qatorida yashagan Yahud bo'ladi. Xitoyning qatorida yashagan Xitoy toifasining qishida qopadi. Ya'ni bir inson o'zi Xitoycha yasanib olgan bo'lsa, uning zubonidan chiqayotgan so'z Xitoycha bo'lsa, shu Xitoyning qishida qopadi qiyomat kuni. Chunki uning kimligi Xitoy. U faqat o'zining Uyg'ur davlatida, ammo u Uyg'ur emas, u Xitoy bo'ladi. Shuning uchun inson o'zining kimligini bilish lozim, kimligini tepish lozim. Uyg'ur so'zlash lozim. Musulmon so'zlash lozim, Yahudi so'zlash lozim. Ya'ni bizni cho'qim arab so'zlar deb gap yo'q. Bizga Qur'oni Karim arabcha tushirildi. Namozni arabcha o'qiymiz, ammo bizni arablashtirish siyosati yo'q islomda. Butun millatni arablashtiridigan ish yo'q. Har millat o'zininki Uyg'urcha oldida yashaydi. Chunki millatga bo'linish, qabilaga bo'linish Alloh taoloning insonlarni go'zallashtirish, dunyoni rangaranglashtirishdagi Allohningki bir hikmati qarindoshlar. Shuna islomda inna akramakum indallohi yatqakum. Allohning nazdida eng hurmatli odam Allohdan qo'rqqan dedi. Arab demidi, Uyg'ur demidi, tojik, tungan demidi. Yoki Yahudi, Nasara demidi. Millatchilik yo'q islomda. Faqat islomda eng sharafli inson Allohdan qo'rqqan inson bo'ladi. Har insonlar o'zining milliy holatida yashaydi. Ya'ni islomga uyg'un bo'lmagan shakldagi urf-odatlarni tashlaydi. Islomga uyg'un bo'lgani. Islomga uyg'un bo'lish degan gap madaniyatga uyg'un bo'lish, adolatga uyg'un bo'lish, to'g'rilikka uyg'un bo'lish, ilmga uyg'un bo'lish degan gap bo'ldi qarindoshlar. Chunki islom o'zi madaniyatdir, islom o'zi safodir, islom o'zi ma'arif va ilmdir, islom axloqdir qarindoshlar. Bizning nurg'unlagan urf-odatlarimizni islom cheklaydi. Nima uchun deganda, islom bizni axloqdan arimaslik uchun kurash qiladigan bir din. Islom iymondan arimaslik uchun, bizni insoniyligimizdan arimaslik uchun. Shuning uchun islomdan arilgan insonlarning ko'pinchisi axloqdan ariladi. Islomdan jiroq insonlarning ko'pinchisi qarasak hayvon gibi yashayotganligini ko'ramiz. Islomdan arilish u insonning cho'kkanligi, u insonlarning zalolat patqiga, qorong'ulik patqiga patqanligidan boshqa bir narsa emas. Shunga islom insonlarni yorug'likka chiqaradigan bir nur. Alloh subhanahu va taolo butun qarindoshlarimizni zalolatning, bid'atning, xurofatning, adolatning, sunnatning, ilmning nuriga chiqarsin. O'zimizning kimligini topadigan, kimligini biladigan haqiqiy mu'min muvahhidlarningki qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Shundan yuqorida qarindoshlarimizga mekni berman.
men kim degan bu savolga tushunchisi bo'lgan, his tuyg'usi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, fikrini o'tirib qo'yib boqsa bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, endi men mushu darsingizni anglayotgani bir oydan ortiqroq vaqt bo'lib qoldi. Men mushu darsxonaga kirgan vaqtda odam soni 200 ga yetmaganda men bilib mushu darsxonaniki men kirgan tartiblik men kirib 2 haftadan keyin Kusan ustoz kirdi. Sizning darsingizni Kusan ustozning darsini anglash jarayonida men texmi o'zimni bir qator tunib yetgan bo'ldim. Bu jarayondagi meningki o'zimni tunugandan keyin men qattiq qo'rqib ketib qoldim. Men qo'rqib ketibchi deganda men Allohdan qo'rqib kechalari uxlayolmaydigan bo'lib qoldim. Masjidlarga 5 vaqt namozini masjidlarda o'qiydigan bo'lib qoldim. Yana birisi men ayol har ikkimiz davlat xizmatchisi. Allohdan qo'rqmay masjidlarga kirib bu chaqdan maxfiy ibodat qilgan bo'lsam, oshkora ibodatning menga muhtojligini men jamoatni ayrılib qilishninki sabab ko'rsatilmaydigan bir masala ekanligini his qilib, men masjidlarga bordim. Yana birisi mushu diyorimda men haqiqatan o'zini tunigan odamning yashamoqning haqiqatan tasligini qo'rqadigan narsaning bek ko'pligini his qildim. Allohdan qo'rqish odamga lazzat bag'ishlaydi ekan. Shu eng baxtgan Allohdan qo'rqishning o'zi u qo'rqish hisoblanmaydi-ki, amaliyotda bir xil lazzat. Odam uni tetigan chog'dan uqiladigan bir xil lazzat ekan Allohdan qo'rqish. Yana men hozir qolgan ziqgap qilmasam bo'ldi. Men haqiqatan Allohdan qo'rquvchi bo'lib qoldim. Yana hozir shu diyorimda yashashning haqiqatan qiyinligini, xotin har ikkimiz yo'l tepilishni, shunda o'zimga tegishli ishlarni qilmasam bo'lmaydi, lekin hammamiz xizmatni tashlab tilindar tilamchi bo'lib ketsak, bu millatning hamma ishini ularga tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Men his qildim, ammo mushu holatda haqiqiy insonlikni his qilib mushularning orasida yashashningki haqiqatan bir qiyinligini o'ylab men o'zimni bir qo'rquvchi deb his qildim. Endi men haliqi hur odam degan kinonim ko'rgan, men hur odam deyolmaydi ekanman. Men o'zimni hozir men o'zimni qo'rquvchi deb ta'bir berdim. Alloh xolisa mening gapim tugidi ustoz. Bek ko'p so'zlarim botdi, boshqalarga o'tnab beray. Men o'zimni hozir bir qo'rquvchi deb atadim. Allohga omonat. Allohga omonat, Alloh rozi bo'lsin. Qarindishim, qo'rquvchi bo'lgan bo'lsin, ovozimdan qarindishlar. Alloh sizdan rozi bo'lsin qarindishlar. Qo'rquvchi degan bo'lsa, taqvo degan so'z bo'ladi. Muttaqi degan so'z bo'ladi. Muttaqilar Allohdan qo'rquvchilar bo'ladi. Val aqibatu lil muttaqin bo'ladi. Oqibat qo'rquvchilar uchun. Kimdan qo'rqadi? Faqat Alloh subhanahu va taolodan qo'rqadi. Kimdan qo'rqadi? Faqat Alloh subhanahu va taolodan qo'rqadi. Kimdan qo'rqadi desa, faqat Alloh subhanahu va taolodan qo'rqadi qarindoshlarim. Bu yerda qarindishimiz bir odam kinosini ko'rdim dedi. Bu kinoni shunday qilib ishlangan bir kino, ammo Said Nursi Badruzzamon hazratlari hayoti haqiqatan nur bir yashagan kishi. Bu inson aslida shu Allohdan qo'rqishdan nurlikka chiqqan bir inson. Ustozimiz avliyo darajasidagi bir odam. Ya'ni bu qo'rqish sizning qalbingizni erkinlik chiqardi, ya'ni nurlik chiqardi aslida. Sizdagi nurlik boshlanib desak bo'ladi inshaalloh, chunki Allohdan qo'rqish insonlardan dunyodan rizqsiz qilishdan, zolimlarning zulmidan qo'rqmaslikka ilib bordi. O'tganda biz bir darsimizda hur
masalasini tushundirgan. Hurlik degan nima deganda, hurlikninki ikki shaklda ko'rinayotganligi bizning millatimizga. Birisi ichki omil, birisi tashqi omil. Ya'ni birisida musulmon kishining qalbi hur bo'ladi. U shuni bilan musulmon bo'ladi. Musulmon degan gap hur degan gap. O'tganda men shuningki Osmonli podshohlardan Sulton Sulaymon davridagi bir misolni aytdim. Ya'ni o'rdaga musulmon kinizaklarni akirishga bo'lmaydi ekan. Musulmon ayollar kinizak qul bo'lishga bo'lmaydi ekan. Chunki musulmon degan hur bo'ldi ekan. Shunga Sulton Sulaymonningki o'rdasidagi butun kinizaklar ekan. Ya'ni musulmon emas ekan ko'pinchisi. Musulmonni o'rdaga akirishga bo'lmaydi ekan. Chunki musulmon degan hur bo'ldi ekan. Hurni qul qilishga bo'lmaydi ekan. Bu shakldagi tuzilma masalasi va buni ko'p tadqiq qilish to'g'ri keldi. Demakchi o'g'an gapim, musulmon hur odamni musulmon deymiz. Shuning uchun endi bizda bugungi kunda tashqi omil, tashqi siyosat, tashqi muhit, tashqi zulm, tashqi tarafdan yana besim naychi kuchli bo'lgandan keyin biz o'zimizni hur emas o'xshaymiz deb o'ylab qolamiz. Amaliyotda bizning qalbimiz hur bo'lishi kerak. Biz nima uchun namoz o'qiymiz? Chunki boshqalar bizni namoz o'qimaydi, boshqalar bizni islomga mangmaydi. Biz nima uchun mangimiz deymiz? Bizning hurligimiz mana shu. Agar biz hur bo'lmasak edi, ular nima ismoqil deydi? Namoz o'qimaydi, nima ismoqil deydi? Biz ularning quli edik. Ammo biz Allohning quli. Allohning quli hurlik erishgan inson bo'ldi. Chunki Allohning quli Allohdan boshqaga bosh egmaydi, boshqaning qonuniyatida yashamaydi. Shuning uchun bu yerdagi qo'rqish faqat bu shaklda davomlashsa sizniki. Sizning qalbingiz hurlik chiqishga boshlaydi. O sirtqi zanjir, sirtqi asorat inshaalloh butun qarindoshlarimizning beshida bor. Shuning uchun uni qulluq deyishga bo'lmaydi. Nima uchun deganda hozir biz majburiy holatga tushganligimiz uchun uni qulluq deb hisoblaganman. Uni ichki omil bilan tashqi omilni aralashtirib o'tmang. Qalbingiz hurlikka chiqqan kundan tortib men hur odam bo'ptiman desangiz bo'ladi inshaalloh. Chunki qalbi hurlikka chiqqan odam u zindon, u tayoq, u qiyin qistoq, u zulm, u majbur diktatorlik hammasi u odam uchun hech narsa kar qilmaydi. Chunki u odam hur odam. U odam hur bo'lib yashayverdi qarindoshlar. Uning butun putqonlarini zanjirlar bilan kishanlagasimi, zindonga tashlab bog'lagasimi, o insonning qalbi hur. Uningki qalbi shu yova kaptadek bo'lsa, faqat bo'lmaganda shu yova kapta dediki, men o'zimni o'ltirib olaman, mendiki bu hurlik dedi bir kapta jinida. Demak, bu yerda deyilayotgan gap nima desa, u qafasga tushgan kaptadan hurlik bo'ladi. Zindonga tushgan musulmondan hurlik bo'ladi. Musulmon degan hur bo'ladi. Hurlik o insonning qalbini erkinlikka chiqargan bo'ladi aslida. Shuning uchun tashqi tarafdan bir xil zulm, besim his qilayotgan bo'lsangiz, bunga sabr qilasiz. Bu qulluq emas. Bu bizga kaydirilgan bir sinoq va yoki bir jazo. Shuning uchun hargiz o'zimizni men hur emaskanman deb o'ylab qolmanglar qarindoshlar. Biz degan hur. Biz hech kimdan qo'rqmaymizki Allohdan boshqa. Biz faqat Alloh qilib boshligimiz, biz faqat Alloh qilib sajda qilamiz. Turmoqning zindonining ishki ochiq bo'lsin mayli, mayli qaysi shaklda bo'lsin mayli. Biz hur qarindoshlar. Chunki biz musulmon degan hur bo'ladi. Musulmon degan qul bo'lmaydi. Musulmon insonlarga qul bo'lmaydi. Musulmon faqat bir zotga qul bo'ldiki, Allohga qul bo'ldi. Alloh qul bo'lgan odam hur bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun men musulmon degan odam o'zini hur deyish lozim va hurlik uchun menish lozim bo'ladi. U odam musulmon, ammo hurlik chiqarmagan bo'lsa, musulmonlikka kamil bo'lmaydi. Biz o'tgan qitimliq darsimizda o'tgan. Ya'ni men musulmon degan odamning qalbi cho'qim hurlik chiqish kerak. Qalbi hurlik chiqqan odam o'zini men musulmon desa bo'ladi. Inshaalloh. Shuning uchun bu tashqi muhitni biz ikkinchi o'rin qo'yib qo'yamiz. Tashqi muhitdagi zulm, tashqi muhitdagi bizdagi qiyin qistoq, bizdagi hozirgi qiyinchiliklar, g'aribliklar inshaalloh pat arada Alloh tarafdan, Allohning zimindagi insonlarning qo'li tarafidan sababiyti bilan pat arada gumron bo'ladi inshaalloh. Bunga faqat ishonchimiz komil, pat arada bular vayron bo'ladi inshaalloh. Bu vaqtida ichki omilimiz va tashqi omilimiz biroq hurlikka chiqadi. Haqiqiy musulmon shu vaqtda bo'lamiz. Shuni bu musulmonlik uchun farz ayin bo'lib ketdi. Alloh yo'lida ko'rish qilish. Bir insonning ichki omilini hech kim to'solmaydi qarindoshlar. Masalan, bir musulmonni uni zindon, tayoq, zanjir hech narsa kar qilmaydi o inson. Chunki uning qalbi hur. Ammo sirtqi tarafda uni zindonga etish mumkin, uni cheklash mumkin, unga ba'zi narsalarni insonlar tegishli bo'lgan ba'zi imtiyozlarni, pasaport, uni buni va kazalarni bermasligi mumkin, xizmatlarga majbur sab qo'yish mumkin. Bu tashqi omil. Bu omilning ta'siridan biz qutulolmaymiz. Ammo bizning qalbimiz hur.
inson musulmonning qalbi hur bo'ladi qarindoshlar. Tashqi omilga ham sabr qilishga to'g'ri keldi va yoki tashqi omilni buzib tashlash, chiqib tashlash uchun bu zanjirni uzib tashlash uchun harakat qilishga to'g'ri keldi. Shuning uchun hozirgi omil xalqimizdagi qalbdagi hürsizlik masalasi emas. Chunki bir inson o'zining qalbini hur qilmasa qila oladi. Inson hur. İnsan hech kim qul qilolmaydi qarindoshlar qalbini. Sizning qalbingizni men boshqara olmayman hozir. Men sizni qiyin qisqa olay, zindonga solay, sizning qalbingizni men boshqara olmayman. Chunki Alloh taolo sizning qalbingizni ashta hur qilib yaratib o'tgan. Nima o'ylayman desangiz o'ylay olasiz shu zindonning ichida. Qanday tafakkur qilaman desangiz qila olasiz. Nima ish qilaman desangiz qila olasiz. Sizning qalbingiz hur, ammo siz u yerdan tamni teshib chiqolmaysiz. Ikkinchi bir omil sizga hurlik etganmaydi. Shunga insonning qalbi aslida hur yaratildi. İnsan hur narsa, inson go'zal narsa. Alloh taolo insonga shunday yaxshi imtiyozni berdi. Ammo tashqi omilni inson o'zi innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim oyatida Alloh taolo bir millatning holatini u millat o'zgartirmoqchi, Alloh uni o'zgartirmaydi dedi. Ya'ni bizning tashqi omilimiz, tashqi holatimiz hürsizlikka tushib qoldi. Ya'ni qulluq shaklida ko'rinyapti. Buni taklif qildi Alloh taolo bizga taklif qilayotgan narsa inson qalbini hurlik chiqarib bo'lgandan keyin ikkinchi omil bo'lgan jamiyatni hurlik chiqarish, oilasini hurlik chiqarish, tuzilmasini hurlik chiqarish. Ikkisi birlashgan vaqtida butunlay insondan ulug' narsa bo'lmaydi vaqtida. Shuning uchun inson dunyoning xalifasi qarindoshlar. Ya'ni mu'minlar hurlik chiqqan insonlar bo'lganlik uchun dunyoga xalifa qilib tiklangan Alloh tarafidan buyurilgan. Musulmonlar boshqalarning tuzilmasidagi, boshqalarning qo'l ostidagi insonlarni qutuldirish uchun yaralgan musulmonlar. Shuning uchun biz boshqalarni deymiz, o'zimizning zaminini, vatanini, diyorimizning jo'grafiyamiz hurlikka erishgandan keyin boshqalarni deymiz, "Avu xalqni sen qul qilmag'in" deymiz qarindoshlar. Atrofimizdagi davlatlarda qulluq bo'layotgan bo'lsa, bizga farz kifoya holatga o'tadi bu yerda. Sen xalqni qul qilyapsa, hurlik chiqarishing kerak deymiz. Hurlik chiqarish degan gap insonlarning qonuniyatidan, tuzilmasidan, insonlarning ideologiyasidan Allohning ideologiyasiga, Allohning fikriga, Allohning qonuniyati ostiga yig'ish va unga chiqarish insonlarga hurlik olib keldi. Mana bu madaniyat. Shuning uchun islom o'zi musulmon bo'lgandan keyin o'zi hurlikka chiqqandan keyin uning jo'grafiyasi qarshi jo'grafiyani madaniyatga hurlikka chiqarishga tirishadi. Chunki islom madaniyat taqidi deyishardi qarindoshlar. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Men so'zni uzun qilmay Allohim sizdan rozi bo'lsin qarindosh. Alloh amin. Bilal qarindishim siz so'zlasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz xil uzun bo'lib qoldi. O'zingiz kim degan savol. Men bir musulmon dada, men bir hamda Uyg'ur millatiga nisbatan, Uyg'ur musulmonlarga nisbatan men bir men bir dada degan chaqda, men bir dada degan chaqda bizning oilaga nisbatan bir dadaniki mas'uliyati intayin ig'ir bo'ldi ekan. Bir dadaniki oilani moddiy va ma'naviy jihatdan qamdash, moddiy degan chaqda oilaniki iqtisodiy jihatdan yemak, ichmak, kiyim, kechak shu jihatlardan bo'ldi ekan. Ma'naviy jihatdan deganda oilamizni bilim, mayli diniy bilim bo'lsin, mayli fanniy bilim bo'lsin, biz oilamizda xotin va farzandlarimiz tarbiyalash kerak bo'ldi ekan. Buni men to'y qilib ayolim oliy maktabni bitirgan, oliy maktabni bitirgandan keyin bir mazgil xizmat ishlagan bo'ldi. Uning keyin dinda o'qidi, haqni tushundi, xizmatni tashladi. Xizmatni tashlab, hozir farzandim ishibdi. Farzandimni mana tamoqni yetidi, atdigandan kechgacha farzandlarimga Uyg'ur ilmi o'rgatdi, matematika o'rgatdi, Qur'on yodlatdi. Yani arab tili o'rgatdi. Tushdan keyinlar yana uningdan boshqa xanzucha o'rgatdi. Biz bo'lgandiki, oilaga nisbatan dada bo'lgandikimiz farzandlarimizni moddiy va ma'naviy jihatdan tarbiyalamasak bo'lmaydi ekan. Bir erniki oiladagi mas'uliyati intayin ig'ir bo'ldi ekan. Biz Alloh taolo bizni oilaga nisbatan bir podich qildi. Biz podillarimizni yaxshi tarbiyalamasak, asirmasak, oxiratda
biz maş padillerimiz üstüden sual so'roq qilindi ekanmiz. Bizniki Uyg'ur jamiyatimizda bo'layotdi. Bir oilada er ayol ikkinisi xizmat ishlayotgan, dadisi ishlayotgan, onasi ishlayotgan, bolalar uyda yolg'iz qilayotgan. Birini yoki yaslilarga turayotgan, shuning bilan bolalarning iddisi kichigidan buzilib ketayotgan, mana shunday bir ahvol bor. Bir dadi bo'lgan ekanmiz, biz bütün masliyatni ustimizga ilib, oilani iqtisodiy jihatdan, iqtisodiy ahvolni bütün bir ustimizga olib, ayolimiz uyda turib, farzandlarimizni tarbiyalasa, mash ilm fan, diniy jihatdan, fanniy jihatdan tarbiyalasa, biz oxiratga olgan chog'dami, u yuzimiz yo'riq bo'ldi ekan. Biz ayol ikkinimiz xizmat olib ketib, pul tepishuli bo'lib ketib, farzandlarimizni yasli ma'rifiga tashlab qo'ysak, yaslidek bolalarni 3 yoshdan boshlab iddisini shu dinsizlik bilan tarbiyalab chiqdi ekan. Menmo burun ikki farzandimni yurt qo'yib yasliga bergandim. Yasliga bersam, o'ginadigan, shu o'girib bo'lgan narsalarni unutib ketdi. Shuni ular yondirib akab, qaytadan boshdan shu Suriyadalash, ya'ni arab tili o'rganish, uyg'ur tili o'rganish ishlarini boshdan qildik. Inshaalloh hozir ish qilib yomon emas ketib bordi. Endi biz millatimizga nisbatan, Uyg'ur musulmonlariga nisbatan biz millatniki erlari, millatning erlari bo'lgan ekanmiz, bizga uningdan bak mas'uliyat bak ig'ir bo'ldi ekan. Hozir bizniki Uyg'ur ayollari intayin xarizor holatga kelib qoldi. Qizlarimiz ishkirga majbur ketib bordi. Shu toyishxonalarga, qahvaxonalarga majbur setilyotdi. Hozir ishkirlarga, harbiyliklarga ketib bordi. Nima qismatlar ketyotdi, uni Alloh taolo o'zi bildi. Uyg'ur erlarini apamay, ayollarni ishkirlarga askarlik qildik deb ketib bordi. Buning qismatini Alloh taolo o'zi bildi. Men qarindoshlarga men bir shirin yetkazib qo'yay. Tushgan laysuni suzib ichar erbamu, nozik bosh kunchiki ilib qochar erbarmu. Nuzugum qo'shoqlardan. Ya'ni dunyo barkuchi bilan erdab vaqirmoqda. Aqida, axloq erlar uchun cho'nqur ahsinmoqda. Qiz ayollar, erkaklar qinisizlar deb ochiq so'ran salmoqda. Bolalar dada sizlar nerede deb tinab, temtirab har yonda termirmoqda. Erlar zoti, erkaklar qinisizlar deb to'lmoqda. Biz bir er bo'lgan ekanmiz, shu Uyg'ur musulmonlariga nisbatan Uyg'ur erlarga mas'uliyat shundoq ig'ir ekan. Biz avvallam oilamizni tuzab, atrofdagilarimizni tuzab, bütün Uyg'ur musulmonlarini, sitilib ketgan Uyg'ur qizlarini, har yerga ketayotgan Uyg'ur bolalarni, ishkillarda yonchiqchilik qilayotgan Uyg'ur bolalarni, har nom bilan, har ishlar silinayotgan, zahar bilan zaharlanayotganlarni qutqizish biz Uyg'ur erlarniki mas'uliyat ekan. Bo'lsa, suhbatxonamizda kunda 6-700 odam bo'ladi. Hammaylar suhbatxonamizdan erlar ko'proq bo'lsa, er bo'lganligimiz, erlikimiz bilan Uyg'ur ayollarimizni izib ishkillarga majbur akitayotgan, fohishxonalarga setilayotgan, aldanib ketayotgan kichik o'smirlarimizni qutqizib olsak, er bo'lgandan erlik mas'uliyatimizdan chiqsak, meniki siz kim degan savolga bergan javobim shunchalik bo'lsa, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, ovozim chiqyaptimi?
Assalomu alaykum. Ovoz bormi? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yuqorida so'z qilgan qarindishimizga Alloh rahmat qilsin qarindoshlar. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. So'zlasangiz bo'ldi qarindishim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi bu kimlik to'g'risida so'rab qoldi ustoz. Men o'zimni tushuncha bo'yicha aytsam, mening diniy kimligim musulmon kimligi. Milliy kimligimiz Uyg'ur. Bizda şu o'zimizning kimligini tanımaganlıktan biz 20-30 milyon kılgan bir milletni jahonda tanımayotgan insonlar ham ko'p. Mana biz şu musulmon kimligini o'zimizga taqib yurgan ekanmiz. Şu kimlikka loyiq amri ish bo'lsa şu musulmon kimlikka munosib kelamiz. Agar undaq bo'lmaydi ekan şu musulmonlik hayotimizni ham boshqa e'tirof qilmaydi, ham tanilmaydi deb qarayman ustoz. Mening so'zim shu bo'lsin, boshqalarning vaqtini ko'p olmay. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Gapim tugadi ustoz. Allah razı olsun qarindoshlarim. Yuqorida so'z qilgan ikki qarindishimga Alloh taolo rahmat qilsin. Hozirgi bizning savolimiz biz kim emas qarindoshlar. Biz kim deyish uchun jiq vaqt ketadi. Men kim? Men kim degan savolga javob topgan va yoki shu to'g'risida javob topish uchun men yana qayta deyman qarindoshlar, bir odam uchun 10 yil, 20 yil, 30 yil vaqt ketadi. Men kim degan savolga o'zining kimligini bilish uchun bu shu o'zining kimligini uqmay o'tib ketadi inson. Shu biz kimni hozircha qo'yib tursak, men kim degan men bunday odam yoki yani bir inson o'z kimligini his qilgan bo'lsa, uni desa bo'ladi qarindoshlar darsimizda. Masalan, hozir qarindishimiz men bir Uyg'ur dedi. Uchingizda Uyg'urcha kiyim bormi? Beshingiz Uyg'urcha do'ppi bormi? Uyg'urcha yiziq, Uyg'urcha tinchlikdan siz masalan, uni isbotlash lozim. Shu vaqtda kimlik oldi, bo'lmasa yolg'on gap bo'lib qoldi. Buni diqqat qilishimiz lozim. Men his qildim bu qarindishimizni Uyg'ur dedim. Nima uchun Uyg'urcha gap qildi aboy? Ammo kiyimi Uyg'urcha bilmayman. Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur urf-odatini qo'llanayotganini bilmayman. Yoki shu tug'ilgan kunni qildim deb Yahud nasoralardagi ish qilayotganini bilmayman. Ammo Alloh rozi bo'lsin deyman. Suhbatimizni biz kim degan so'zdan men kim degan so'zga o'zgartiraylik qarindoshlar. Shu men degan bu so'zga javob bersanglar, ashadam o'zi kim bo'lsa, shu masalada javob berib bersin. Assalomu alaykum. Ustadiki qarindishim so'zlasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum ustoz, hamda o'lik bo'ldimi ovozim? Gelim og'rib qopti ekan, kuchab so'zlayapman bo'lmasa. So'zlang. Allohning rahmati bilan men bu darsxonaga kirib, men kim degan bir savolni anglab qoldim. Bu savolni beshidek oddiy o'ylabdiman-da men. Unda qarab men kim so'y bu degan, ya palonchining bolasi, ya bukunchining qizi, ya bukunchining nimasi deb ham javob bersak bo'ldi ekan qodab. Keyin mushu savolga javob berishdan burun mushu savol haqida ozroq o'ylanib qoldim. Ba'zan savollar bor ekan, savolga javob deb qo'yish bilan ham o'zining savolligini qanoat qildirdigan. Bu savolga mushu savolga javob berib qo'yish bilan emas, mushu savolning javobi haqida men mushu savolga mushundaq javob berdim. Mushu savol uchun qandoq izlansam, mushu savolning javobi shu savolning o'z qadr-qimmatiga yetadi degan gap haqida o'ylanib, kechik uxlamadim. Mushu savolni, mushu darsni silmon qo'ygan vaqtida. Qo'ygandan keyin men bütün etrafni hamda o'zim yashab ketdim. Men 22 yil bo'ldi yashab keldim inshaalloh. Mushundaq atrofda o'ylab men dindan chiqdanmaydi ekanman. Men palonchining bolasi mayli, pukunchining binasi deyday. Alloh subhanahu va taolo bizga bergan ne'matda dindan har qanday narsadan chiqdanmaydi ekanman. Din turmushimizga har qanday kichik nuqtalarga taqashgan ekan. Men palonning bolasi, pukunning bolasi deyishdan burun avval dinni mushu bizga ko'rsatib Allohning bir haqiqiy bir qo'li ekanligimni tunib yetdim. Haqiqiy qul bo'lish uchun qanday qildiganligim to'g'risida o'ylab yetdim. Birinchidan, bu savolga bergan javobim. Ikkinchidan, men Allohning ne'mati bilan, Allohning marhamati bilan onamga bir qiz bo'lib tug'ildim. Mushu qiz nimdan derak birdi desa, mayli men qanchalik yashay, mayli qanchalik vaqtdan keyin taloliq bo'lay, men bir on ekanman. Men bir on ekanman.
Bu ana faqat o'zimning ballarisiga emas, balkim butun dunyoning ballariga bir ona ekanman. Ayni vaqtda biz hadisni o'qib, ummul mu'minin dedik, mu'minlarning onasi dedik. Men musha haqda tez o'ylanmabdi ekanman. Mushu savolni ko'rib beqib men faqat payg'ambarning ayoli bo'lganlik uchunla mush Oysha onamiz butun mu'minlarning onasi bo'pti ekanmi? Ya u uningda mu'minlarning onasi xos adab, axloq va ilg'or fikr bormi ekan degan haqida o'ylanib, Rasulullohning ayoli bo'lishdan sirib mushu ona butun ummatlarga ona bo'la oladi ekan. Shunga mushu onani mu'minlarning onasi deyalaydi ekanmiz. Demak, mu'minlar mushu yer sharda yashaydi ekan. Chuqur mu'minlarning onasi Oysha onamiz bilan taqishib qolmaydi ekan. Yana Oysha onamizning izini biz menglatgan, Oysha onamizga o'xshash jasur, qaysar bir onalar bo'lsak, yana inshaalloh mu'minlarning onasi bo'la oladi ekanmiz deganni o'ylab yetdim. Endi bir ona bo'lish uchun chuqur bu onaga xos menda bir ruh, bir bilim va bir sadoqat bo'lishi kerak ekan. Endi hozirgi qizlar to'y qiladi, nima maqsadda to'y qildi uni men uqmadim. Balkim farz bo'lganlik uchun, ya sunnat bo'lganlik uchun, ya qizval talaqlik qilmasa bo'linmaydigan degan o'rip odat uchun talaqlik qilinadi degan maqsadda o'ylanmayla to'y qilganlik uchun hozirgi bizdagi farzandlar mushundoq bir supun yazsaqmi arzimaydigan bir holatga tushib qoladi. Alloh undan saqlab qolsin. Bu qism bizni. Buning hammasining mas'uliyati bizda. Yana musha holatimizga hozirdan boshlab ona bo'lishga biz tayyorlik qilmasak, keyingi bolalarimizning qandoq bo'lib chiqishi bollarimiz emas gunoh, balkim bizdek mas'uliyatsiz onalar ekan. Men buni o'qib, ona bo'lish uchun men avval qandoq shartlarni hozirlashim kerak degan holatlarda o'yladim. Bu onaninki hamda erlar haqiqatan sir xizmat qiladi. Abaydan bir qarinchimiz deb o'tdi, men bir ot ekanman deb o'zining rolini bir qator deb o'tdi. Shu o'yinidagi onaning bo'lsa, bolaga ingliz tili, arab tili va matematika va hozirgi ilpay yoziqdan savodi chiqarayotganligini dedi. Alloh rahmat qilsin, qarinchimizga shu ayolga o'zi fursat chiqarib beribdi. Mana shu ayolda shundoq bilim bo'lganligi uchun ana shu bola kommunistning shu maktabga berib ketmaydi. Tunji bo'lgan sinfni, tunji bo'lgan ustozning darsini elib ota-ona mehriga, oilaning mehriga va onaning mehriga qinib cho'ng bo'lganlik uchun inshaalloh u yaramli avlod bo'lib chiqadi. Biz qiz bola bo'lgan ekanmiz, o'zimizning qiz deb o'ylamay bir kelgusidagi bir ona, shu kelgusining ummat, kelgusidagi avlodlarning otasi bo'lgan shu otalarga yar yulakchi. Ya'ni ota bir uyning turki bo'lsa, ana shu uyning uli ekan. Shu uy nim bilan gullandi ekan. Nem qilsak shu uyimizni haqiqiy islomiy oilada shakllandira olamiz. Jamiyatni oila tashkil topadi. Oila shakllangandan keyin jamiyat shakllanadi ekan. Men ikkinchidan bu savolga javob bersam, men bir ona ekanman. Uchinchidan sizlarning gaplari bilan Hur'odam degan kinoni 2 qatim ko'rib chiqdim. Shu 2 qatim ko'rish jarayonida u kishining menga faqat o'lim birdir, u hargiz o'zgarmaydi degan gapi bilan Musulmon kishi zindonlarda yashasimi u saroyda yashagandek. Musulmon bo'lmagan kishi, Allohni tunmagan kishi saroylarda yashasimi u yine zindonda yashagandek deganligini. Ana dengsan u kinoga nemishqa hur deb ism qo'yilganligini qaytadan tafsili ko'rib chiqsam u odamning qalbi hur ekan. Lekin men o'zimni tekshirib chiqsam inshaalloh men musulmon bo'lganligim uchun hur deb deyalasam, lekin shu hurlik qarta menda faqat bir hur degan gap inkas bor ekan. Inshaalloh uningga qarta bir amal, bir izlanish, bir tafakkur qilish, bir oldiga menish idisi yo'q ekan. Mening mushu kunoni ko'rib chiqqanning yoqisi mushu savolga bergan 3-javobim men inshaalloh hur bo'lishga izlanguchi, otlanguchi, haqiqiy bir qul bo'lishga otlanguchi kelgusidagi islom ummatlar uchun bir yaxshi bir ona ekanligini tushunib yetdim. Mening so'zim tugadi ustoz. Alloh rahmat qilsin. Allah subhanahu va taolo bu qarindishimizga rahmat qilsin. Allah subhanahu va taolo hammalarning o'z majburiyatini, kimligini taniydigan mu'minlar va mu'minalarning qatoridan qilsin bizlarni. Kimlik masalasi bek muhim qarindoshlar. Bizningki nurg'un insonlarningki axlat olib ketishiga sabab o'zining kimligini bilmay o'tib ketgan insonlar ko'p bo'lganligi uchun. Men bu yerda qarindoshlarim aytib ketdi, taqriz berishni va shu qarindoshlarimiz bilan turib ko'plab suhbatlashib, fikr berishni, so'zinglar qarta to'g'ri xatoni ayirishni umid qilaman, ammo 80
ikki nafar qarindoshimiz bo'lganligi uchun men so'zimni uzartmayman qarindoshlar. So'zimni uzartmayman. Iloji bor qarindoshlarga so'zlash fursati yaratib berishga tirishaman. Shunga ustidagi qarindoshlar men kim degan bu savolga his qilganlarni dadil o'tirib qo'yishni umid qilaman. Alloh sizlarga rahmat qilsin. Ustidan navbat kelgan qarindoshimiz so'zlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Tilovat islom suhbatxonasiga barliq musulmon qarindoshlar, men ovozim chiqqanmidi? Men kim degan savol menga sal ta'sir qilib, men o'zimniki va kimligimni surishti qilsam, men Alloh taoloninki hech kimga Alloh taolo hech kimga o'xshamaydigan bir suratda shaklda yasagan bir maxluqiy inson ekanman. Alloh taolo meni shunday yaxshi ko'rib qilganligini, bir musulmon qilganligini tunib yetdim. Men chunki musulmonlar qilganligini qilib, musulmonlarning qatorida yurayotgan bir inson ekanman. Mish to'g'risidan men o'zimni hamdachiq Uyg'urman deb ketamayman. Chunki men Uyg'urlarniki urf odatlarga qarshi ishni qilib, nimasidan do'stlardan ayrilib qolgan. Menga mish Alloh taolo unda nisb qilib shu bir imonlik bir musulmonning qatoridan bo'lishiga nisb qilish uchun musulmonning keyindan dadasining keyindan kichik bola ergashgandek ketib qolgan bir musulmon bir inson ekanman. Menga iymon to'g'risida bir olim 6 iymonni maxsus tushuntirgan bir olim kitob bo'lib qolsa, endi kitoblig'imi meniki banoyim chiqib qolish mumkin endi. Bir kitob bo'lsa, biz sizdan bir kitob so'rayman endi. O'zimniki haqiqiy musulmon bo'lishimga, o'zimni to'nilishimga bir shunday olim bir kitob bo'lib qolsa, bir basini deb meniki o'zimni kimligimga bo'lgan tushuncham shundaroq bo'ldi ustoz. Ama gapim tugdi. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh bu qarindishimizning o'zini texnik to'nib olish uchun kimligini pastayni tog'in qarindoshlarimiz, boshqaruvchi qarindoshlar yaxshiroq material bo'lsa, kimligini to'ntadigan bu qarindishimizga yo'llab bersang deyman qarindoshlarim. Undaqda ustidagi qarindishim so'zlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ben İslam'dan düşünenlerden keyin İslam'danniki insonlar qul bo'lishini, ya'ni insonlarni boshqa narsalardan ham qul bo'lishidan qutqizib, faqat bir Allohning qul bo'lishini yetaklaydigan din ekanligini tushungandan keyin men o'zimniki hur bir inson ekanligini sezimda, rizq beruvchi Alloh ekan, hayot qilib beruvchi va o'ltirguvchi, tirgizuvchi Alloh ekan, mukofotlovchi ham Alloh ekan, jazolovchi ham Alloh ekan, poyizini yetkazish faqat bir Allohning qo'lidagi ish ekan. Shuningga boshlangan o'ylagan vaqtimda o'zimniki faqat Allohning tadibatini qilgan, Allohning rizoligi uchun ish harakat qilgan bir musulmon ekanligimni tunib yetdim. Qur'oni Karimda Alloh taolo sura An'amda aytgani Muhammad sallallohu alayhi vasallam mening namozim, qurbonligim, hayotim va mavatim, dunyoda qilgan barliq yaxshi ishlarim hammasi olamlarning parvardigori Alloh uchun deyin deb Alloh taolo payg'ambar sallallohu xitob qilish orqali biz musulmonlarga bizning yashashdagi maqsadimiz faqat shu Alloh taoloning rizoligi uchun, barliq ish harakatimiz Alloh rizoligi uchun bo'lish kerakligini aytibdi. Mana shuningdan men faqat bir Allohning quli bo'lgan hur bir inson ekanligimni his qildim. Mening bunga javob bergan javobim shunchalik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin qarindishim. İnşallah qarindoshlarimiz kim ekan tanishib boshlagan o'xshaydi. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Alloh hammalarni o'z kimligini taniydigan musulmonlarning qatoridan qilsin. Undaqda men so'zni uzartmayman, ustidagi qarindishim so'zlasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, mening ovozim chiqadimi? Chiqadi qarindishim. Men Allohning yordami bilan bu sizlarning darslarini anglashga tunji Allah nasib qildi. Endi shundan darslarga kirishga Allah tunji nasib qildi. Shunday qilib burundan shu musulmonlikni da'vo qilib yurganlik asosida
İnşallah burunida namoz o'qitdim. Bu namozni ota-onamdan qolgan mirosdek o'qitdim ustoz. Ham qarindoshlar. Ham jumladan bu musulmonlik deganni Uyg'ur, Qozoq, Tatar, Mo'g'ul degandek bir nom atalg'uning ismidek nom masalan musulmon davlati deganga o'xshash ashuna deb qaraydim. Men bu inshaalloh bu musulmon ishni tushunganlar bo'ldi, lekin xil vaqtlar bo'ldi. Ammo ravus musulmon bilmayapman. Allohning yordami bilan Allah meni bir musulmonlar qatorida qilganlar nasib qilsin. Amin. Shunday bo'lganlikdan ustoz men har bir sizlarga ana uch gap desam gapni kamsiz. Har bir sizlarga shu musulmonlikni tushungandan keyin la ilaha illallohning taqozzosini tushungandan keyin o'zimning qalbi bir xil vijdon azobi tatilish bilan buni o'zimning qalbidagi vijdon azobini qalamlarda siyoh qilib she'r yozgandim ustoz. Ixtiyor qilsanglar o'qitasam. O'qisangiz bo'ladi qilinmish. Bu rahmat va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Arzum şu o'tib ketsam bir yerga, Allohning lashkarlari bir yerga, payg'ambarning ummatlari u yerda, tarzni qo'yib biz yurimiz bu Qur'on Karim biz ummatga tushirilgan, payg'ambardan bu yo'llar bizga ko'rsatilgan, haq ustidagi akalarimiz kuchishgan, tantirab yurganlar hamma yerda izilgan, aqdalizga qarshi yurganning holini, haqqa qarshi yurganlar qiyomatgacha uzilmas, qiyomatda ko'rimiz teha muttaq tog'utning zorini, har bir jonga nurg'un a'zo berilgan, birining haqqini o'tmagan kishi kelgan, mayli tog'ut mayli kufr bir necha kun yayrilsin, musulmonga Qur'on Karimda g'aybidan bishorat berilgan. Musulmonlar g'aybisdan Qur'onda bishoratlar bordir, mustahkam bo'lsa iymon bizda, Alloh bizga madadkordir. 1400 yil ilgari tirik Qur'onlar yashagan, payg'ambarim hayvisdan kufr hokimiyat qilgan. Ibrat bo'lsin bizlarga sahobalarning hayoti, anglanmadi quloqqa bu ummatning faryodi. Iymonimiz turib hayotda beg'am yurimiz, ketaversak shundoqla hamon bir kun o'limiz. Ey musulmon qarindoshlik ojaga tutishlar joiz. Ey ummatga qarindosh, haq ustida yashayli, qalqon qilib iymonni botilga qarshi turayli. Qur'on Karim tobda saqlansa, ummat shundoq zorlansa, dunyoda oyat hadis qollansa, islom tarixini bilmaslik bular bizga jinoyat. Ikki dilimizdagi farishta qilar Allohga shikoyat. Tarixdagi zo'ravon ibrat bo'lsin sizlarga, tag'ut hamon xor bo'lur, Alloh ko'rsatsin bizlarga. Alloh rahmati bizlarga Qur'onni tushdi hasilab, shundoq tursa yurimiz nega borsak tantirab. Qur'ondagi oyatning bebahodir qimmati, Qur'onga kelib yashsak bo'lur musulmon izzati. Oyat hadisda so'zlangan Qur'on Karimdagi mo'jiza, nazar solsak jahonga amaliyotini bir mo'jiza. Oyat biz ham sunnat, musulmonlar g'aybidan bishorat, taqvo bo'lsak Allohga ko'rimiz islomiy imorat. Ey islomdagi qarindosh, Allohga eslib duo qilayli, bizlarga farz ayin qilindi, biz g'aflatdan qutayli. Kafir tag'ut kufrsa, Alloh degan ummat izilsa, tutqun koinotning egisi tag'utning eg'izida yo'q deyilsa, shundoqdimi yurimiz, dunyoga qilimiz, silkimisak bu boshni jahannam ahli bo'limiz. Nasihatim dinining o'yg'unayli turayli, Alloh yo'q degan tog'utga bir tay tosh bo'lsin otayli. Bu nazmining hamista Alloh rasulini kuylayli, Alloh bizga yo'lak, biz haqni so'zlayli. Ey islomiy qarindosh, hijrat qilib jahon kezayli, jannat bizni kutmoqda, o'zimizni Allohga atayli. Alloh uchun biz endi bor yo'q buni satay, Alloh uchun bizni ham har birin kechayli. Nazmi yazay hasilab, Allah bergan ilhamdan yo'l ko'rstar bir Allah, biz ketayli bu zindondan. Bu yerga kelsak ey do'stlar, o'tib qilayli biz da'vat, bizni bir kun o'limiz ketib qolsin bu fursat. Allohning zimini kavnidir, oyat hadisda so'zlangan, tog'utlarga bir kun g'azab bor, tarixda ko'plab ko'ringan. Yozgan mening bu she'rim ummat eg'izda so'zlansa, armonim yo'q faqat mening jasadimga bilinsa.
kafir tağut har bo'lsin, bir bayga zar bo'lsin, o'ylamayli ey ummat jahon kafirga tar bo'lsin. Zindondagi ustozlar bir kun qisosni olamiz, g'aybi bersa bir Alloh zimini islom bayrog'i qadaymiz. Tağutlarni biz hozir hayvon desak, ochiqlar keng jahannamni ko'rishib hayvon bo'lishni arzular. İnsonga bergan ixtiyorlik haq botilni tanlash o'zingda, nazar solsak jahonga to'g'ri yo'l faqat ko'zingda. Dozaq o'tidan saqlaydi, ihson bilan qilgan ibodat rasul yoniga tortiydi. Alloh uchun bersak shahodat, qilgan gunohning hammasiga tanligi a'zolar guvohdir. Taqvosizlik kisiga oyat hadis shifodir. Tavhid bo'lsa qirqdan olay bilan bilakda, bu zamonda aslida ulug' payg'ambarlar yashagan insonlar durust payg'ambarning nomlari mazoq qilinsa sunnatlari zanglik qilgan tog'utlarga o'xshab ketdi ummat qizlari. Ey ummatning qizlari, hijoblining kishini Alloh buyurgan, o'zim kiyimimiz dini suyuning taqvo musulmon mu'minlar faqat haq bilan so'zlaydi, ulug'dir nishoni buyuk jamiyat. Bizlar she'r qilib yozib faqat ish qishqimizda chiqaryapman ustoz. Alloh xolisa, Allah kalishga ato qilsin. Benim gittim tükde özüre amanat kılınmışlarla amanat ustoz. Allah razı olsun. Gayet güzel bir beyt nazmi izipsiz. İnşallah. Allah subhanahu wa ta'ala sizin İslam şairlerden kılsın. Resulullah'ın yanında şair sahabeler var idi. Allah'ını köyleyen, Resulullah'ını köyleyen, İslam'ını köyleyen bu tağut, bu zalimlerine karşı nazmilerde, şiirlerde özünün kalbini ifadeleyen sahabeler boğan okşaş. Sizin şu sahabelerin katarından kılsın Allah subhanahu wa ta'ala şu yazılan şiirge emel kılışka nasip kılsın. Kardeşimiz şiirin okuşunu aldığı şu ata-anamdan Müslümanlık maras kalgandek bir Müslüman alat köygentim dedi. Özümleşinde köydim dedi. Başka milletlik okşagan bu Müslüman degen şu bir milletin ismi okşaydı dedi. Buna ait bir oyunlaşık tegişlik bir söz karındaşlı. Çünkü cemiyetimizde nurgun karındaşlar xuddi ata-anasından maras algandek şekilde İslam'a amel qilib kelyapti. Shuning uchun islomi yo'q bo'lib qoladi. Chunki islom marasaldigan narsa emas qarindoshlar. Islom degan u inson o'zi topadigan, o'zi tafakkur qiladigan, o'zi o'rganadigan, o'zi aqli, ilmi bilan, tavhid bilan Allohga yetadigan, Allohning diniga yetadigan, Allohning dini bilan qurollanib musulmon holatda yashaydigan, musulmonlarcha yo'lga chiqadigan, o'zining kimligini taniydigan bir din. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bergan bu ne'matni o'zimiz mustaqil holda taniydigan, o'rganadigan, o'zimizning kimligini ota-onamizdan qolgan shaklda emas, balki o'z mustaqil bir shaklda o'rganadigan musulmonlarning qatoridan qilsin bizlarni. Undaqda men ustidagi qarindoshlarga bermamakni ustidagi qarindoshimiz so'zlasa bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aldı bilan hamda bu darsga men tunji qatam qatnashim bayamni yaqinman, bir qancha qatam hamda boshqalarning so'zlagandan ma'nodaman hamda bayamni yaqinman o'zim o'chirib turgan edim. Buni tunji qatam ishlayotgan bo'lgach ham bu voyvoyni ancha ishlatib boqmagan. Tunji qatam birisininki bir shu tavsiya qilish bilan andan keyin ishlatib boqishim ham bugun mushtimaga naq mushtimaga uchrab chiqibdiman. Bundan o'zim burun ham bu to'g'riliq haqida ko'p o'ylangan. Aldı özüm bazı materyallarını ko'rash, hamda keyin bazı inson tillerini anglash orqali bazı ilmlarga ega bo'lgan. Aldı bilan hamda meni shu ilmlardan hamda olgan bazı ta'sirotim aldı bilan biz Alloh taolo bizni inson qilib yaratdi. Bu ham bu ya'ni bizningki ya'ni Alloh taoloning bir maxluqi bo'lish sifatimiz bilan bu ya'ni bizning kim shu inson bo'ldi. Andan keyin hamda inson biz inson bo'lgan bizning ya'ni kimligimiz inson bo'lgan ekan hamda bizning ya'ni bizning dunyo qarashimizda hamda oldi bilan o'zimizning qarashimizda bo'lsa maxluqotga bo'lgan qarashimizda biz inson degan qarashni qabul qilsak, lekin bu hozirgi jamiyatimizda hozirgi zamonda bu dunyoda chunki bu insonningki hozirgi inson deb o'zini tanimaslikning sabablari ham
bu yani bununla nurgun ilim ikirler bo'lgan hamda onaga ham shu ba'zi zulmlar bo'lgan keyin yoki shu insonninki haqiqiy inson bo'lgan shu Alloh taolo insonga ya'ni inson bo'lish bilan ya'ni inson qilishga tegishli bo'lgan inson bilan birga avatgan dinning o'zini yo'qotgachqa shuning bilan insoniy o'zining mukarram bo'lgan ya'ni Alloh taolo oliy yaratgan shu o'rnidan hatto o'zini tushirib hayvonot oldiga biz hayvon deb boshlaydigan shunda bir nauzubillah shunda insonlar ham chiqdi. Hamda biz o'z hayvon desa biz yana taqa biz hozir ham uni taqa teshdan ko'rinishdan insonlar turibmiz. Oldi bilan hamda biz oldi bilan shu tunjisdan boshlangan chog'da ya'ni biz oldi bilan mening kimligim inson. Andin ikkinchisidan bo'lgan chog'da Alloh taolo hamda bizga ham shu meni musulmonlar qatorisidan qilganiga shukrlar bo'lsin, cheksiz hamdlar bo'lsin. Buning bilan oldi bilan hamda islomiy qarash bo'yicha bo'lgan vaqtda ya'ni shu Alloh taolo hidoyat qildi, mana bir islomiy bir qarash berdi. Bu qarash bilan hamda ya'ni islomiy qarash bilan ya'ni bu islomiy qarashda ya'ni bu islomiy qarash bilan qaraganda ya'ni bu butkul ya'ni bu yer shari insoniyat bor bo'lgan yer shari amaliyotda insoniy qarashda bir butun bir cho'ng oila bo'ldi. Lekin bu cho'ng oilada faqat ikkala millat bo'lishi mumkin. Birisi islom millati, ya'ni birisi islomdan boshqa millatlar. U mayli boshqa qanday nom qo'yishdan qat'iy nazar, yana islomdan boshqa millatlar, kufr millatlari bo'ladi. Bu endi mening qarashimda bu islomiy millatning orasidan bo'lgandan keyin endi siz bugungi darsda ya'ni ba'zida Uyg'urni shunda ta'kidlab milliy kiyim dedingiz hamda biz mening bu yerda azroq tushunmagan narsam bor. Yani bizning shu islomiy millatdan bo'lishimizda yetarlikmi yoki uning orasidan yana bir ayrilib chiqib, yani bizni islomning ichidan yana boshqa shu islomning ichidan yana bir bo'linish ham mumkinmi? Bu narsani azroq menda ham shunday bir xilalliqi burun o'ylab boqmoqchiman. Bugun anglagandan keyin bir azroq ba'zi shunaqa bir savollar tug'ilib qoldi. Bu hozirgi hamda bu ya'ni o'zimni islom degan miyatini ilib chiqqan chog'da hamda ba'zi materiallardan ko'rishimcha ya'ni insonning yaratilishiga bir g'oya ham shu o'rganish ilm edi hamda hozir ham mening ham hozirgi holatimda faqat bir o'rgang'ichman xolos. Qolganda hamda bir hamda insonniki hamda mening hozir bir xil ba'zi narsalarda bir xilalliqi yo'lini topolmaslikdek bunda bir ahvollar ham bor. Bu ya'ni mening tushunmagan narsamdan birisi ya'ni bir iliqi o'z bir narsalarni bilib turib ya'ni shu amal qilmagan vaqtlarda odamda shunda bir iliqi shunda bir g'alita ya'ni o'zi shunda bir iliqi siqilish menda tuyg'ular ham bo'ladi ekan. Buning qanday amal bo'lsa ba'zi yo'l ko'rsatsangiz ham shuni ham so'rayman hamda qolganini shu bu ya'ni shu oldidan ya'ni maxluqotlarning qatorisidan insonlar qatorisidan musulmon, undan hozir musulmonlar orasidan hamda musulmonlarning orasida ekanda o'zimning hozirgi salohiyatim hamda bir o'quvchi xolos. Mening so'zim shaychi bo'lsa, oxirlashtirsam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qarindishimizga Alloh taolo rahmat qilsin. Bu islom masalasida qarindishimiz so'zning oxirida gunohningki o'zining ichini siqqanligini dedi. Gunoh degan nima degan vaqtida shu inson shu ishni qilganda va shu insonning qalbini siqqan narsa, u inson azoblagan narsa gunoh bo'lib qarindishlar. Islom insonni azobdan qutqizadigan narsa, millatni azobdan qutqizadigan narsa, insoniyatni qutuldirib oladigan noiti cho'ng narsa. Uni bir tor kategoriyaga akirib qo'ysak, nurg'un narsalarga, nurg'un qiyinchiliklarga yo'l qo'yamiz. Islom noiti kamida narsaki, insonlarni qutuldirilish kuchi islom. Unda qo'yganda insonlarning madaniyatini, insonlarning urf-odatini, insonlarning kiyimini, insonlarning yemikini qutuldirib oladi degan gap chiqdi qarindoshlar. Bu yerda butun insonlarni qutuldirilish uchun Alloh tarafdan samoviydin
osmondan nozil bo'lgan bu din insonlarning har taraflarini qutuldirdi va u insonlarga osonlik yaratib turdi. U insonlarga baxtning quchqini ochadigan narsa islom qarindoshlar. İnsanlarga madaniyat taqitlagan narsa islom. İslamda har xil millatning bo'lishi, har xil qabilaning bo'lishi, har xil firqalarning bo'lishini Alloh taolo shunda qilgan edi. Ashunda qilgan degani kim? Bu Alloh taolo tarafdan bitilgan bir narsa edi qarindoshlar. Endi bu islomga qarshi bo'lmagan shaklda agar bir millatning irodati qo'llaniladigan bo'lsa, bizim uzun ko'ylak kiyishimiz kerak. Agar islom qo'yib bersangiz, uzun ko'ylak kiyishimiz kerak. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın kiygan kiyimini kiyishimiz kerak. Qaysimizning ushida bor kiygan kiyim. Ammo hadisda shunday deb borki, Alloh sizlarning kiyiminglarga, ya'ni surtinglarga qaramaydi, sizlarning qalbinglarga qaraydi. İslamda irqchilik yo'q, millatchilik yo'q. Har millat o'zining mavjudligini saqlab yashaydi. Faqat u millatning islomga qarshi bo'lgan jahiliyatlari supurib tashlandi va urf-odatlari supurib tashlandi. Chunki nima uchun supurib tashlandi? Bu urf-odat bu insoniyatni jahiliyatga olib turdi. Nadonlikqa olib turdi, chiriklashishga, buzilishga olib turdi, yalang'ochlashishga, axloqsizlashga olib turdi. Shuning uchun. Endi islomda nurg'un millatlarning urf-odatlari saqlandi va saqlangan. Hatto boshqa dinliklarning shu dinda yashash huquqi bo'ladi islomda. Endi shuning uchun biz islomning nihoyatda cho'ng bir narsa bilishimiz lozimki, islom arablar uchun tushgan narsa emas. Islom Farslar uchun tushgan narsa emas, islom Uyg'ur uchun tushgan narsa emas. Islom butun dunyodagi hech kimdan ortiq millatga tushgan narsa bu. Islom butun millatni musulmon deb atashga chaqirdi. Bir millatning ma'naviy ittifoq bo'ladi qarindoshlar. Uning kiyimi, uning nimasida faqat islomiy belgilangan kiyimlar bo'ladi. Ya'ni ayollarning kiyimi bo'ladi, erlarning kiyimi bo'ladi. Ammo shu millatning o'ziga loyiq urfiy kiyimlar bo'ladi. Bu urfiy kiyimlar islomga uyg'un bo'lsa bo'ladi. Uning jilbatlari, uning kiygan shimlari va yoki uning ko'ylaklari va yoki bizning oyoqlarimiz, beshimizga yo'g'gan sallarimiz bo'lsin va yoki bo'lmasa belimizga bog'lagan bog'loqlarimiz, qo'tlarimiz va do'ppilarimiz bo'lsin, islomga uyg'un kelgan shaklda bo'lsa bo'ladi qarindoshlar. Rasululloh bir oq to'p kiygan emas, Rasululloh ikki narsa kiygan. Agar biz Rasulullohning ummati desak, agar kiyimni Rasulullohga o'xshash kiyib qo'yadigan bo'lsak, qarindoshlar, biz şu uzun ko'ylakni kiyib, şu rasman hozirgi arablarning yog'liqi va qora ko'k yog'liqlari bo'ladi. Ayollarniki o'xshamaydi, ammo yana erlarning yog'liqi Arabistonga, arab davlatlariga borsangiz, biz nima uchun aytmaymiz? Biz o'zimizni sunnatchi deymiz, Rasulullohning ummati deymiz. Bizning o'zimizga loyiq kiyimlarimiz bo'ldi, ammo u kiyim islomga uyg'un holatda qo'yildi qarindoshlar. Rasululloh kiygan kiyimni kiysak ham sunnat bo'ladi. Ama biz bu yerde Uygur'unu Arap bul demeyimiz. Yani birisini Uygur bul demeyimiz. Bu dünyadaki milletlerinin köp xil haleti Allah'ın rahmeti, Allah'ın dünyanın güllendirişi, Kur'an-ı Kerim'de inik ayetlerinden sabit olan bir iş. Bizde iki birlik olurdu. Birisi, yani iki taraf olurdu. Birisi kafir, birisi Müslüman. Müslümanın kalbi bir, Kur'an'ı bir, Kabe bir, kıblemiz bir, Peygamberimiz bir, Allah'ımız bir oldu. Kiyim keçek meselelerinde nihayeti keng dairede bir adalet var. Bütün milletlerin arasında. Şunun için bu Uygurluk meselesi milletçilik meselesi emas. Uygurluk meselesi Allah Teala'nın zimindeki milletlerininki bir namunesi halas. Milletçilik degen nima dese, fakat şu Uygurni dünyada qazi qilish ve şu Uygurni qutqizish ve şu Uygurni mahkemeye üstüge çıkarıp başkalarını kul qilish. Yani milletçilik degen narsa o'zining millatini yelab chiqarib boshqalarni ezishni ko'rsatgan narsa milletçilik bo'ldi. Şuna dünyada milletçilikninki olib ketishida bugun o'zining millatini qo'g'dash, o'zining millatini ustun ko'rish. Hitler milletçiligi, Napolyon milletçiligi, Stalin milletçiligi, Mao Zedong milletçiligi, dünyada her türlü insanların çıkışının her türlü milletçilik o'ttiraga chiqdi. Bular o'z millatini ustun ko'rish. Masalan, Hitlermi her zaman deb turdi ki, mening nemis millatim hammadan ustun dedi. Ammo islom unday demaydi. İslamda Araplar ustun demedi. La tadlalla arabiyyin ala a'jamiyyin dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Arab boshqa millatdan ustun emas dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Arab ustun emas hech qanday millatdan. Amma illa bittaqvo, taqvolik bo'lishi bilan ustun bo'lgan millat va u kishi va shaxs. Kim taqvo bo'lsa, Allohning nazdida ustun bo'ladi.
Yani insonning nazarida ham uning bir yeri ustun bo'lib ketmaydi. Faqat hurmatda ustun bo'ladi. Shuning uchun millatchilik bilan millatning manfaatini, millatning urf-odatini qo'g'dashni aralashtirib o'tmaslik lozim. Millatchilik islomda harom qilingan narsa. Millatchilik degan nima desa, faqat o'zining millatini hokimiyat ustiga chiqish va o'zining millatini o'ylash, bu noyati cho'ng shakldagi umumiy shaxsiyatchilikni ko'rsatadi qarindoshlar. Ya'ni biz Uyg'urlar ham afzal, biz Uyg'urlar ham ulug', yoki Xitoylar biz ulug', yoki yana bir inglizlar biz degan bunda ulug' millat, madaniyatli millat deydigan bu butun bir nimani o'ziga bilan markazlashtirib oladigan bu shakldagi millatchilik bu cheklandi. Yani millatchilikning boshqa bir turlari bo'ladi, ammo men bu yerda gapimni uzun demayman, chunki nurg'un qarindoshlarimiz saqlab turyapti. Shunga bu millatni suyish, millatdagi rangdorlikni, millatning asli urf-odatini, uning dunyo bilan bo'lgan muomalasini, boshqa millatlar bo'lgan muomalasini bilan millatchilik masalasini ayrim tushunish lozim bo'ldi. Bir odamning rizoligi Allah rızası için emas, millet rızalıq için bo'lib qolsa yana harom qilmayib ketadi. Chunki bizning islomimiz Allah rızalığını maqsad qiladi. Chunki Allah rızalығы bütün insoniyatning millatning hammasini qo'g'daydi. Millet rızalығы bo'lsa, shu millatning rızalığını qo'g'daydi. Boshqa qilib kari yo'q, boshqa nima bo'lsa kari yo'q, faqat shu millatli qutulsa, shu millatli hur bo'lsa, shu millatli mustaqil bo'lsa. Islom bunday demaydi. Islom bütün insoniyat mustaqil bo'lishi kerak. Bütün insaniyet doğru bulaş gerek. Bütün insan Allah kul bulaş gerek diyenlik gösteriyor. Şuna İslam naat pek çok nasip olmak için kainatını koruşan, adli bir milletki takıldığın bir nasip olmak için dünyadaki milletçilik hata olgan. Şu İslam'daki bir milletki keydirip koyuş intihar çok bir hatalık. Şu Araplar herkes üstüne emez kardeşler. Arap üstüne emez. Bilal radıyallahu anh bir kartellik Habeşistanlık bir kişi. Kartellik. Asli Afrikalık. Yani Salman Farisi radıyallahu anh'u Paris'ten doğan kişi, dağınlık sahabemiz. Bilal radıyallahu anh'u bir kartellik, ırkçılık yok ki İslam'da. İslam'ın birinci azimini bir kartellikki bergen hukukunu, imtiyazını. Çünkü azayetiş imtiyazı şu devirdeki xili çoğun imtiyazlı kırındaşlar. 7 sahabenin küçük gelgen azan ama Resulullah Bilal'ın azan oku degen. Bir yerde ırkçılık yok, aktellik, kartellik yok. Irkçılık kimning işi dese şeytanning işi. Irkçılık, milletçilik nereden çıktı dese şeytanning. Şeytanın dedi, o adam degan to'pan men o't dedi. Bu yerda irkçılıkni o'ttirga chiqdi. Yani tipni arıdı şeytan. Müslümanlık tip arımaydı. Qarayla aqni arımaydı. Müslümanlık ahlakni arıydı, imanni arıydı, takvalıkni arıydı, Allah'tan korkuşni arıydı. Müslümanlık Uyghur, Arap, Kazak, Tacik demeydi qarindoshlar. Ama millet buluşu o bir rengarenlik, dünyanın avatlıkı o. Ne diyen güzel dünyada kimin kılının milletinin buluşu. Yani dünyanın renkleri bu. Dünyada her xil yıldızlar oldu, her xil planetler oldu, her xil daraklar oldu, her xil balıklar oldu, her xil adamlar bulunmadı. Her xil adamların buluşu bu bir güzellik. Şunun için bizim Uyghur buluşumuz, Uygurluğumuzun yaxşı görüşümüz Allah'ın bizge bergen nimetinin onunda körelgen esir oldu arkadaşlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselam Allah'ın sana bergen nimetini sen de esir körelsin dedi. Bizning Uyghur bo'lib yaratılışımız yana birisinin Arap, yana birisinin Paris bo'lişi onunki Allah'ın ona bergen nimeti o. Çünkü her bir insan ben Uyghur olaman deb tug'ilmaydi, ben Kazak olaman deb Kazak olamaydi, ben Arap olaman deb bo'lamaydi. Allah Teala belgilaydigan bir takdiri hüküm bu. Şuna bu Allah'tan berilgen bir nimet. Bu nimetni bilish, onu his qilish, onu so'zlashning o'zi bir rahmat qilindi. Yani o'zi bir shukrchanlik bo'lgan bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun millatchilik bilan millatni sevishni hargiz aralashtirmasligimiz lozim. İslam'nınki nayeti keng doiradagi shu millatni qutuldirishi, millatning urf-odatlariga hurmat qilishi, o millatninki madaniyati, yani xos bo'lgan madaniyatlari, xos bo'lgan ma'rifi, xos bo'lgan burun yeb kelayotgan tomoqlari, kiyib kelayotgan kiyimlari degan masalalarda islomga uyg'un bo'lgan shakldagi har qanday urf-odatni qo'g'daydiganligini biz hadis va oyatlardan ko'ramiz qarindoshlar. Shuning uchun islomni nayeti cho'ng doirada tushunsak, bu masalalarni aniq oydin qila olamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men ustidagi qarindishimga mikrofonni beraman. Ustidagi qarindishim siz so'zlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'zlan qarindish. Ustoz, men o'zim to'g'riliq
özüm to'g'riliq o'ylangan. Men inshaalloh bir musulmon yigitman inshaalloh. O'zimni musulmon deb qarayman. Hem öz kimligimni tekshirsam men bir musulmon ekanman, qalbim bir ekan inshaalloh. Tun bir prinsiplarni o'zimga mujassam qilamagan bo'lsam, bir musulmonlik salohiyatiga to'shir ekanman. Mukammallashtirishga tirishman inshaalloh. Allah hammamizning iymonini bir sog'lom mustahkam qilsin. Shuni ham tilayman. Qarindoshlarimga tavsiyalarim özüm bilan birga o'zimizning musulmon yigitlarining ustidagi bir mas'uliyatni tunib yashasak ekan deyman inshaalloh. Dünya musulmonlari ikkinchi bir Ömerga va ikkinchi bir Salohiddin Ayyubga muhtoj bo'lgan bo'lsa, biz Uyg'ur qarindoshlarimiz, Uyg'ur musulmonlarimiz ikkinchi bir Abdul Qodir, ikkinchi bir Hassanga muhtoj bo'lib yashayapmiz bugungi kunda. Men o'shancha gaplarim bir ko'p edi. Qarindoshlarımning vaqtini olib qo'ymay, agar ustoz sizga bir taklif bo'lsa, shu mas'uliyat to'g'risida ozroq bir so'z qilib berishga imkon bo'lsa, shuni qilib bergan bo'lsalar, Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah razı olsun. Biz davomli darsimizda mas'uliyat to'g'risida ko'p gap qilyapmiz qarindoshlar. Bu yerda qilinayotgan suhbatlarning ko'pinchisi shu mas'uliyat va mas'uliyatsizlik masalalari ko'p tilga inshaalloh. Dersimiz biraz uzun bo'ldi hozir. Şuna dersini oyoqqa kelib qoldik. Şuna bu mas'uliyat to'g'risida Alloh xolisa yana to'xtalsak bo'ladi. Bugungi darsimiz shu mumkin degan savolga qarindoshlarimizdan javobni olsak, undan keyin suhbatimizni tugatsak, Alloh xolisa mas'uliyat to'g'risida yana paranglashsak bo'ladi qarindoshlarim. Vaqt ustidagi qarindoshim so'z bo'ldi. Assalomu alaykum. Men kim degan bu so'zni yana men ota-onamning nazaridagi men, o'zimning nazaridagi men va do'st birodarlarimning nazaridagi men, yoning nazaridagi men deb buni shu bir necha turga bilib chiqdim. Yana bu yaratquchimning nazaridagi men, yana usta bir san'atkor tarafidan loyihalab chiqilgan insonman. Ana va otaning ispremisidan qudrat ilohi tarafidan chiroyli ravishda chiroyli shaklga keltirgan bir insonman. Men demak Allohning nazaridagi meni shu go'zal ravishda yaratgan Rabbiga shukr aytish uchun amal ibodat qilguvchi va shu amal ibodat qilish jarayonida mushuklarga qarshi turg'uvchi, yana shu mushuklarga qarshi turish jarayonida ko'rsatilgan shijoatkorlik tarafidan Alloh taolo farishtalarga maqtab berguvchi insonman. Men yana aqldan iborat bu buyuk ne'mat bilan ne'matlantirilgan insonman. Ota-onamning nazaridagi men islomga uyg'un holda ota-onamga itoat qilguvchi, ularni rozi qiladigan insonman. Do'stlarim orasida aqidasi yaxshi, orzu-armonlari buyuk insonman. Demak, aytganda mushularni tunish uchun saf yurak va aql berilgan omonatkorman. Men shuni omonat egasiga sog' salomat yetkazish uchun yo'l yurayotgan bir musofirman, karvonman. Men shu omonat egasiga sog' salomat yetkazish uchun hem izdinyapman, hem yo'l izlanib atrofli izdinyapman, hem ilgilyapman. Men shunchalik javob topdim ustoz, shunchalik o'ylandim. Hem shu omonat egasiga sog' salomat topshirish uchun hem izdandim, hem bundan keyin Alloh izlanishga nasib qilsin.
Bo'ldi qarindishim, Alloh rozi bo'lsin. Nihoyat yaxshi izlabsiz. Butun qarindoshlarimizni shunday izlanishga Alloh taolo nasib qilsin. Har tarafdan, har sohadan izlanishga nasib qilsin. Bu vaqtda ustidagi qarindishim siz so'zlasangiz bo'ladi.